أحسن الله إليكم قال Alloh رحمه sizga الله yaxshilik ato تعالى etsin, ustoz. الحديث الخامس Mo'minlar onasi Oysha roziyallohu والعشرين anhodan عن rivoyat عبد qilinadi. الله Rasululloh عائشة sallallohu رضي alayhi الله vasallam عنها kim ushbu قالت ishimizda, قال ya'ni رسول shariatimizda الله unda yo'q صلى narsani الله paydo qilsa, عليه u rad وسلم etilgandir dedilar. من أحدث Imom في Buxoriy va Imom أمرنا Muslim rivoyat هذا ما qilishgan. ليس منه Imom Muslim فهو qilgan رد. rivoyatda وفي kim رواية bizning ishimizga لمسلم muvofiq من bo'lmagan عمل amalni عملا qilsa, ليس u rad عليه etilgandir أمرنا dedilar فهو deyilgan. رد. Bu hadisni وقد Imom علقه Buxoriy muallaq holda البخاري. keltirgan. نعم Ha, الحديث الصحيحين Sahihayinda من kelgan أحدث kim ushbu ishimizda, ya'ni في أمرنا shariatimizda هذا ما ليس unda منه yo'q فهو رد narsani أي paydo مرجوع qilsa, إليه. u rad etilgandir hadisidagi وقال بعض أهل rad العلم etilgan degan so'z مردود به qabul وجه. qilinmaydigan amal هذا deganidir. مردود Ba'zi هذا ulamolar ushbu amal bilan وهذا uning هذا yuziga من uriladi, البدع. ya'ni bu amalni Alloh وهذا tabaraka va الناس taolo qabul البدع qilmaydi من ابتدع deyishgan. شيئا Mana shu أداه bid'at deb شركاء ataladi. شرعوا له Zero من Alloh الدين taolo Qur'onda ما لم يأذن balki به الله. Allohga shirk لا يقبل الله keltirayotgan تبارك o'sha وتعالى ذلك. mushriklarning لا Alloh يقبل الله izn تبارك bermagan وتعالى bir العبد dinni إلا بما va شرع. shirkni ularga din o'laroq لا uydirib يقبل أن berayotgan يأتي shirk إنسان va يبتدع من zalolatdagi نفسه sheriklari bordir deydi. ويتقرب إلى الله Shuro بغير ما شرع. surasi 21-oyat. ولذلك البدعة هي Inson أن dindan يتقرب bo'lmagan الإنسان narsani إلى الله o'ylab بغير topsa, ما شرع Alloh uni qabul qilmaydi. سبحانه Alloh وتعالى. o'zi joriy qilgan amallar ومن bilangina أحدث ibodat في qilingan أمرنا amalni هذا qabul qiladi. وفي ديننا Inson هذا o'zicha bir ما amalni ليس shariatga منه ما kiritsa, لم Alloh يشرعه uni qabul فهو qilmaydi. رد أي مردود على Allohga u صاحبه. zot o'zi وفي joriy رواية qilmagan مسلم من amal bilan عمل yaqin عملا bo'la olmaydi. Shuning uchun ليس ham Alloh عليه o'zi أمرنا joriy فهو qilmagan رد أي amal مردود bilan على unga yaqin bo'linadigan صاحبه. قال amalni وعلقه bid'at البخاري deyiladi. لأن البخاري رحمه الله Hadisdagi تعالى kimki bizning ushbu يروي أحاديث ishimizga degani, البخاري ya'ni والبخاري bizning ushbu يعلقها. dinimizga undan ومرسوم bo'lmagan narsani المعلقات kiritadigan البخاري bo'lsa, يعني لا u يدخل في sohibiga الصياغة. qaytarilgan va لا rad يدخل etilgan يقول deganidir. قال رسول Imom الله صلى Muslimning الله عليه rivoyatida وسلم esa أو kim bizning ishimizga muvofiq قالت bo'lmagan عائشة amalni قال qilsa, رسول الله صلى u الله عليه rad وسلم etilgandir أو dedilar deyilgan. يعلقه عن Bu hadis الراوي عن Sahih عائشة وهو Buxoriyda مروي. muallaq holda kelgan. فالمهم Imom Buxoriy أن bu البخاري rivoyatni رحمه الله sanadsiz تعالى رواه keltirganlar, باللفظ chunki الأول Buxoriy ومسلم رواه rahimahulloh باللفظ الأول odatda واللفظ hadislarni to'liq sanadlari bilan الثاني rivoyat qiladi. والمعنى واحد Ba'zan esa muallaq shaklida والمعنى واحد keltiradi. فالله Bu esa تبارك وتعالى Buxoriyning لا يقبل muallaqotlari deb ataladi. عملا Ya'ni sanadni حتى zikr يكون qilmaydi. Masalan, موافقا bunday deydi: لسنة النبي صلى الله Rasululloh عليه وسلم sallallohu alayhi vasallam aytdilar yoki موافقا لها Oysha roziyallohu قال anha شيخنا aytdi. رحمه الله Rasululloh تبارك sallallohu وتعالى alayhi في vasallam النبي shunday dedilar. موافقا لها في Yoki ستة أمور: roviydan sanadsiz keltiradi. الجنس Masalan, Urvaning والكيفية Oyshadan rivoyati kabi. والزمان Muhimi shuki, والمكان Buxoriy rahimahulloh bu والعدد hadis sharifni والسبب. birinchi lafz bilan keltirgan. Imom إذا Muslim esa اجتمعت هذه birinchi الأمور lafz bilan الستة ham, قبل ikkinchi العمل. lafz bilan ham rivoyat وإن qilgan. خالفت في Ma'nolari واحد esa من bir هذه xil. الأمور لا يقبل هذا Shuning uchun العمل. Alloh taolo biror amalni لابد أن toki تجتمع هذه Nabiy الأمور sallallohu alayhi أو vasallamning يعني sunnatlariga يوافق muvofiq bo'lmagunicha شيء qabul واحد من qilmaydi. هذه الأمور الستة لابد. Shayximiz Alloh rahmat qilsin, وذكر Shayx Ibn أمثلة Usaymin لذلك في sunnatga الجنس muvofiqlik مثلا 6 narsada bo'ladi الآن deganlar. الأضحية Birinchisi jins, ikkinchisi shakl, uchinchisi لماذا zamon, نضحي؟ to'rtinchisi makon, beshinchisi adad, oltinchisi بهيمة الأنعام sabab. Agar ushbu بالغنم 6 narsa jamlansa, وهذا amal أباح أن qabul يكون qilinadi. بالبقر أو Agar ushbu narsalardan faqat بالإبل. bittasida xilof لكن qilsangiz واحد ham, ضحى بفرس bu amal qabul qilinmaydi. Demak, ushbu 6 narsa أو أقل jamlanishi من shart. الغنم Shayx أقل rahimahulloh بالعكس bunga quyidagi أضرب الله misollarni أكثر. keltirganlar. وهذا Birinchisi, الفرس jins غالي bo'yicha كيف muvofiqlik. أتقرب Masalan, وأتوسل له؟ qurbonlik. Qurbonlikka nima so'yamiz? الجنس اختلف. Qurbonlikda biz الجنس bahimatul an'am, اختلف. ya'ni أو chorva يهدي hayvonlaridan بالحج qo'y bilan مثلا qurbonlik يهدي qilamiz. فرسا أو Ba'zi يهدي ulamolar مزادا qoramol yoki tuya bilan فكل qurbonlik هذه qilishga ham بهيمة ruxsat الأنعام. berganlar. Ammo kimdir ot لابد من so'ysa موافقة va الجنس ot qo'ydan qimmatroq, ولا بد من shu orqali موافقة Allohga الزمان. ko'proq yaqin bo'lmoqchiman, chunki ot qimmatroq يعني desa, يصير واحد الحين yo'q, يصلي المغرب joiz emas deymiz. Nega? ما يصير. Chunki لماذا؟ jinsi o'zgardi. Ot shariat belgilagan هذا hayvon الوقت. turi emas. Xuddi الزمان لم shuningdek, يدخل. hadi, ya'ni أو haj المكان. qurbonligi qilmoqchi bo'lib, kimdir كذلك ot واحد yoki يحج kiyik keltirsa, bu ham joiz وين emas. يصير؟ Hadi ham chorva hayvonlaridan ما bo'lishi يصير. shart. مكان Demak, الحج jins أين؟ bo'yicha muvofiqlik zarur. مكة. شرفها Ikkinchisi الله. vaqtga muvofiqlik. فإذا Masalan, kimdir أيضا hozir لابد من turib sham موافقة namozini في o'qimoqchi المكان bo'lsa, موافقة bo'lmaydi. العدد. Nega? Chunki واحد vaqti يصلي العصر kirmagan. 6 ركعات. هل Uchinchisi يقبل؟ makonga لا muvofiqlik. يقبل. Kimdir hajni o'z الذي yashash فرض joyida الله ado qilaman 4 desa, ركعات. bo'lmaydi. لابد من Hajning joyi موافقة qayer? في Makka-i العدد. Mukarrama shahri. الكيفية. Demak, amal makoni ham واحد shariatda يصلي يقرأ aytilgan joy الفاتحة bo'lishi lozim. والسورة ثم يسجد ثم To'rtinchisi يقوم ثم son, يركع. ya'ni لا. miqdorga ليست muvofiqlik. هذه الكيفية التي Kimdir شرعها asr الله namozini تبارك 6 وتعالى. rakat o'qisa, الذي qabul شرع qilinadimi? الركوع Qabul قبل qilinmaydi. Chunki Alloh السجود 4 rakat ليست qilib farz نفس qilgan. قبل Demak, adatda شرطا. ham muvofiqlik bo'lishi لابد أن lozim. تصلي Beshinchisi كما كان shakl va يصلي tartibga النبي muvofiqlik. صلى الله عليه Kimdir وسلم. namoz ثم o'qiyotganda كذلك avval Fotiha va zam السبب. sura o'qib, واحد so'ng يصلي sajda يقرأ qilsa, الفاتحة so'ngra
turda turib keyin ruku qilsa, bu Alloh joriy qilgan ko'rinishga ziddir. Alloh taolo joriy qilgan tartib esa bunday: ruku, keyin sajda, avval sajda, keyin ruku qilish noto'g'ri. Namozni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qiganlaridek o'qishingiz kerak. 6-si sababga muvofiqlik, ya'ni amalni shariat qo'ygan sababi bo'lmasa, uni qilish bid'at bo'ladi. Masalan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam
qay biringiz masjidga kirsa 2 rakat namoz o'qimasdan o'tirmasin dedilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishgan. Lekin kimdir buni odat qilib olib, ishxonaga kirganda ham o'tirmay, avval 2 rakat namoz o'qiyman desa, unga nima qilyapsan o'zingcha deymiz. U esa, yo'q, men Allohga 2 rakat namoz o'qib, unga yaqin bo'lmoqchiman desa, biz unga avval o'tir, birozdan so'ng zuho namozini o'qigin deymiz. Ammo u men ishxonaga kirishim bilan 2 rakat namoz o'qimay o'tirmayman desa, biz aytamizki, sen Allohning dinida bid'at amalni qilyapsan deymiz. Chunki idorangga kirgach 2 rakat o'qimay o'tirma degan biror dalil yo'q. Maqsad shuki, amal qabul qilinishi uchun sunnatga xilof emas, balki unga muvofiq bo'lishi lozim. Agar sunnatga xilof bo'lsa, undan qabul qilinmaydi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir bid'at zalolatdir deb marhamat qilganlar. Alloh taologa faqat u zot joriy qilgan amal bilangina yaqin bo'linadi.